alaykum aziz o'qituvchilar. Bugungi videoda siz bilan bolalarning qalbiga yetib boradigan, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradigan oddiy, ammo kuchli usul motivatsion kartochkalar haqida so'z yuritamiz. Bu usul sizga hech qanday katta xarajat yoki maxsus tayyorgarlik talab qilmaydi, ammo natijasi hayratlanarli. Motivatsion kartochka nima? Bu oddiy bir kartochka ko'rinishidagi iliq so'z. Masalan, bugun siz darsda juda faol bo'ldingiz. Yuzingizdagi tabassum sinfga quvonch olib keldi. Nima uchun kerak? Bolaga men ko'rmayapman, meni sezishdi degan tuyg'u beradi. Bu bolada o'ziga ishonch, ishtirok va mas'uliyat hissini uyg'otadi. Kimga qachon beriladi? Har doim kuchli emas, harakat qilayotgan, yaxshilanishga intilayotgan o'quvchiga bering. Hatto darsda sokinroq bo'lgan bola ham rag'batni his qilishi kerak. Qanday tayyorlanadi? A4 qog'ozdan kichik kartochkalar yasang. Ularga quvnoq dizayn va 1-2 jumlalik rag'bat yozing. Xohlasangiz kichik konfet yoki stiker bilan birga bering. Bu bolani xursandchiligini 2 baravar oshiradi. Hurmatli hamkasblar, shuni unutmangki, har bir bola bu yurak, har bir yurak esa iliq so'zga muhtoj. Sizning bergan birgina kartochkangiz o'sha yurakni butun umrga esda qoladigan darajada iliqlantirishi mumkin. Bu usul dars intizomini kuchaytiradi, bolalarning ijobiy munosabatini shakllantiradi va sizga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. Agar siz ham sinfingizga quvonch olib kirishni istasangiz, shu usulni sinab ko'ring va natijani o'zingiz ko'ring. Videoni yoqtirgan bo'lsangiz, like bosishni, izoh qoldirishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Siz bilan bo'lganimdan xursandman. Keyingi videolarda yana uchrashguncha salomat bo'ling. Sabringiz bardavom bo'lsin.